Assalomu alaykum hammaga. Mana yangi salabli torimiz chiqdi. Yaqinda ham bir qo'ygandik internetga. Sadolash jarayon. Chiroyli bo'lib terilgan. Dastalariga ham. Quloqlari ham rombik sifat quloq bo'lgan. Qora yong'oqdan ishlatilgan. Torimiz yengilgina. Nasib bo'lsa bugun Toshkentga kechroq chiqartirib yuboramiz. Uni yaxshi bir hofiz ustozimiz bor. Nasib bo'lsa qo'llarga olgandan keyin ham ozgina videolarni tashlab qo'yamiz. Uni chalingan videolari ham qo'yib qo'yamiz internetga. Yine aziz muxlislar, bizga yine Qashqadaryodan sovg'a keldi. Mana sovg'a rost ajoyib tor ekan. Bu Sunnatullo ukamiz mana sinmasin deb har xil yem-bilmalarni qistirib, qani Akmaljon mana qaytishim bir narsalar. Buni ochib ko'ramizmi, bir chiroyli tor bo'lsa kerak. Qashqadaryodan bu shoirimiz Sunnatullo ajoyib tor ustasi qo'li deb görmesin artık. Oho, bu qush değil bu. Yengil ajoyib. Oho, nefis. Ajoyib. Hem yerleri sedef. Bizga bu qilgan savvoliniz biz uchun bir qadrli bo'ldi bu. Sunnatullo shoir ukamiz. Dadalaringiz ham ruhlari shod bo'lsin. Shu mana hozir buni biz ovozlarini eshitib ko'ramiz, ha? Rast bizi qo'limizga moslab yasalgan ekan bu Sunnatullo. Üstünde hayranın henüz yoktur desem takatını kal perişanın henüz. Güzel acayip tar boptu. Yani ben bir dua kılaman Allah'ım kollarınız dert görmesin. Bu tarını izi berdavamlı olsun. Köp halkımızga xizmat qiladigan shunday bir musiqa asbobi bo'lsin. Ko'p hofizlarga madadkor bo'lsin. Xudoyim neyki murad maqsadlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Allohning o'zi yetirsin. Rabbana atina fi dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar bi rahmatika ya amin. Sunnatullo omad. Katta rahmat sovg'a uchun. Sog' bo'ling.